Assalomu alaykum usta Habibullo YouTube foydalanuvchilari. Biz mana Samarqandda eng ideal fasollardan birini bitkazdik. Mana biz bu ishda ko'cha tomoni darvozaxonasi ichkari shapkalarini olganmiz. Bu fasolimiz 0 da qilib berganmiz. Glansviyda barcha xarajati ichida 1 kvadratini 175 ming so'mdan qilib berdik. İşimizni ko'rib baho berib qo'yasizlar. Bu qosqonli fason, reka, samarez, lesa, bordi keldi yo'l kiralari hamma xarajati ichida 175 ming so'mdan qildik. Jami 97 millionga mana shu ishimizni tunikaxonani chiroyli holatda bitkazib berdik. Endi nimaga bu qimmat? Chunki bu baland juda, ikkinchi o'rinda fason juda ko'p burchakli fason. Ya'ni bitta joyda mana burchak juda ko'p. Mana shu joyda burchak, mana bu joyda burchak. Bu burchaklarni keltirish uchun juda ko'p vaqt ketadi. Shuning uchun shu fason shunaqa narxda narxlanadi. Ko'ringlar fasonni. Undan tashqari biz jalyuzini ham qilib berdik. Devorlarning ustini ham shunaqa chiroyli holatda jalyuzi qilib berganmiz. Chunki qo'shni narigi uy ikki etajligi uchun bu xonadondagi uydagi egalarini ko'rmasligi uchun shunaqa qilib jalyuzi qildirtirdi. Ya'ni qilib berdik buni ham. Parnolari, turbalari, tunikafonlari, barcha xarajati, mana shunaqa lensalari, renkalari, shouplari hamma yo'q ichida shu 175 ming so'mdan qilib berdik. Bu ishimiz Samarqandda sentrida. Mana ishlayapsizlarga xudo xolasa sifati haqida to'liq ma'lumotni beraman. Mana ishni ko'rib baho beringlar. Vahshiy boshqacha holatda bu ishimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Ko'rsanglar, jalyuzisi ham juda chiroyli holatda bo'ldi. Bitta mokriy matviyda bo'lgan. Tunikafonlarimizda mana glansviy 0 da bo'lgan. Rekasi shurupi barcha xarajatiga shu narxda bo'ldi. Pannolari 65 ming so'mdan, turbalarini 60 ming so'mdan tushirib berdik. Hurmatli obunachilar, kimda kim shunaqa tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, biz 100 xil fason qilyapmiz. Ya'ni siz uyingizni borib ko'rib, chiroyli holatda shunaqa idealli fasonlarimizni qilib beramiz. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab amalga oshadi. Endi bu yerda mana toshchilar ham ishlayapti, juda shovqin, lekin xudo xolasa bu bizning tunikafonimiz mana bugun bitdi. Bu tunikafonimizni 15 kun oldin o'lchagan edik va 15 kunda materiallar tayyorlab olib keldik. 11 kunda ponni ustanovka qildik. Uyingizga material tayyor zagotovka holatda keladi. Ponni o'zimiz ustanovka qilib chiqitamiz. Ya'ni bu yerda hech qanaqa narsa tayyorlanmaydi. Tayyor holatda keladi. 11 kunda shu ishimizni o'z nihoyasiga mana yetkazdik. Ishimiz yoqqan bo'lsa, like qo'yasizlar. Xudo xolasa xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab davom etyapti. Barcha xarajatlar ichida shunaqa ideal fasonlarni qilib beraveramiz. Mana ishimiz endi sizlarga hech qanaqa yashiradigan siri yo'q. Yaqindan ham ko'rsataveraman, xudo xolasa. İşimiz o'ta boshqacha bo'lib bitgan. Ko'ringlar, mana ish sifatini akalar, ashi boshqacha holatda bo'ldi. İşimiz umuman muammo bo'ladigan yo boshqa bo'ladigan darajada bo'lgani yo'q. Mana ish ko'ringlar, burchaklarini, stillarini. Mana yoqqan bo'lsa, like qo'yasizlar. İşimiz chiroyli holatda mana o'z nihoyasiga yetdi. Qaranglar mana. Shunaqa xizmatinglar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib beraveramiz mana. İşlerimiz o'ta boshqacha holatda bo'lib bitdi. Endi faqat tramintini qolgan. Sokilini mana qilishyapti uyda. Bunaqa narsalar ham qo'yilgan betga. Sokillarini qilib, mana xudo xolasa fasatini qilsa, lekin o'ta baland, o'ta bagatiy holatda nihoyasiga yetdi mana. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab chiroyli holatda shunaqa fasonlarni qilib beryapti. Yoqqan bo'lsa, like qo'yinglar, hurmatli obunachilar, ozgina mehnatimizni qo'llaysiz.